Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Biz sizlar uchun Dang'ara axborot kutubxona markazining bir kunlik ish faoliyatini ko'rsatib beramiz. Abonementlarga va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati kelgan kitobxonlarni ro'yxatga oladi va ularga o'zining ID kartasini, ya'ni kitobxonlik biletini taqdim etadi. Tashrif buyurgan kitobxonlarga mutaxassislar tomonidan xushmuomalalik, samimiylik va tezkorlik bilan xizmat ko'rsatiladi. Axborot bibliografiya xizmati kutubxona ishining asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Bu yerda mutaxassislar tomonidan axborotlarni tizimlashtirish, tavsiflash, tartibga solish, shuningdek, bibliografik ko'rsatkichlar va kataloglar tuzish orqali kitobxonlarga xizmat ko'rsatishadi. Unikat Natlib.uz dasturiga muntazam ravishda bibliografik yozuv hamda dublet kitoblarni tushirib borishadi. Fondlarni to'ldirish, ishlov berish va ularni saqlash xizmati fondimizga yangi kirib kelgan kitoblarga ishlov beradi va uni kitobxonlar ommasiga taqdim etadi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'limida zamonaviy texnologiyalar yordamida fondimizda mavjud bo'lgan bosma nashrlar raqamlashtiriladi. Axborot kutubxona markazi faoliyati va bu yerda bo'lib o'tayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni ijtimoiy tarmoqlarda yoritish va ularni keng kitobxonlar ommasiga chiroyli tarzda video kontentlar bilan namoyish etish bilan shug'ullanadi. Aziz yoshlar, muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, bugun bitta kitob o'qigan bola ertaga 10 ta televizor ko'rgan bolani boshqaradi. Xo'sh, siz o'ylab ko'ringchi, siz boshqaruvchi bo'lmoqchimisiz yoki boshqariluvchi bo'lmoqchimisiz? Barchangizni Ziyo maskanimizda kutib qolamiz.